Assalomu alaykum azizlar. Bugun ozgina tartib berib, kayfiyatimizni ko'tarib, 100 gradusga o'zgartiramiz. Uyimiz ozoda bo'lsa, ko'nglimiz tinch, xotirjam bo'ladi. To'g'rimi? Sizlar ham shunaqami? Bugun atirlarim uyini tozalab berishga harakat qildim. Bechoralar har kuni uyimni tozalab bering, deb mendan so'rashadi. Bugun atirlarimni joylab qo'yaman. Ayol kishini kayfiyati uni tartibidan boshlanadi. Bu atirlarim meni har ko'rganimda menga kayfiyat, quvonch bag'ishlaydi. Organizmimni yig'ishtirsam, biram o'zimga yoqib ketadiki, tozalik ayolning eng chiroyli bezagi. Har bir shisha o'ziga yarasha esdalikka o'xshaydi. Uyda ozodalik bo'lsa, yuragi ham ochilib, yashnab, bahor kabi bo'lib ketadi. Mana shu kichkina tartib ham xonani o'zgartirib yuboradi. To'g'rimi? Qizlar, nima deysizlar gapimga? Qo'shilasizlarmi yoki yo'qmi? Nazokat detallarni parvarishlashdan boshlanadi. Tozalanganda o'zimni juda yengil his qilaman. Atirlarim burchakga teralib tursa, ko'zim quvnaydi, o'zimni boyvachcha otiladi his qilaman bor-ku. Bugungi ishlarimni sekin-sekin qilib olaman, chunki yomg'irda shunaqangi chiroyli bo'lib yog'yapti. Odamga shunaqangi xush kayfiyat bag'ishlayaptiki, ko'chadagi changlar, ayniqsa ko'ngildagi g'uborlarni ham chiqarib tashlayapti. Uyim chiroyli bo'lishi menga yoqadi. Menga yoqsa keyin hammaga yoqadi. O'z qo'lim bilan ozodalik qilganimdan keyin ko'nglim butunlay tinchlanadi. Mayda-chuyda narsalar ham xonaga qanaqadir yig'ishtirib qo'ysa tartib beradi. Birozgina mehr bersa, u ham shuni darajada go'zallashib ketadiki. Rahmat meni kuzatganinglar uchun. Sizlarga doimiy ozodalik va chiroy tilayman. O'zingizni ehtiyot qiling, uylaringizni ozoda tutib, nurga to'ldiring. Yana videolarimni ko'rishguncha azizlarim.